268-savol. Mis 2 nitrat kristalogidratida kislorodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan 32 marta katta bo'lsa, hop, tuzning bitta molekulasiga nechta suv to'g'ri kelishini aniqla debdi. Hop, mis 2 nitrat tuzini kristallogidrati bor ekan. Nechta suvligi noma'lum. Tuz doim 1 mol bo'ladi. Bilamiz kristallogidratlarda. Aytyaptiki, vodorodning massa kislorodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan 32 marta katta. Ya'ni kislorod atomlarining massasi vodorod atomlarining massasidan 32 marta katta. Ya'ni kislorodni vodorodlarga bo'lsam massalarini 32 chiqsin demoqchi. Massa ulush bu shunchaki chalg'ituvchi so'z bo'lishi mumkin. Massa ulushi massasida olib ketsak ham bo'laveradi. Bir xil narsa, bir xil mazmun. Xo'p, keling buni endi sekin kislorodning massasini hisoblashdan boshlaymiz ishni. Kislorodlarning massasi. Demak, 6 ta kislorod payda bor. X ta kislorod payda bor. Uni ko'paytiramiz, kislorodning massasi 16. O'shanda 6 kar 16. 6 kar 36. 3 dilda 6 96 chiqarkan, plus 16x. Ya'ni 6 ni 16 ga x 16 ga ko'paytirib qavs ochib oldim. Bu kislorodning massasi. Endi vodorodning massasini hisoblab olaman. Hop, bunda vodorod yo'q. 2x vodorod suvda bor. Bo'ldi. Vodorod 2x ekan. Kislorod 96 plus 16x ekan. Tenglama tuzaman. 96 plus 16x taqsim 2x teng 32 ga. Hop, 2x demak 32 ga ko'paytirsam kasrdan qutulaman. O'shanda 64x teng 96 plus 16x ga. Hop, 16x 64 dan ayirsam 48x teng 96 ga x teng 2 ga. Demak, bu x'im nechiga teng bo'lar ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. Shunda tuzning har bir molekulasiga 2 molekula suv to'g'ri kelyapti. Javob A.